Erkak kishiga yordam bermaslik tarafdoriman. Bu narsani men doim gapirib kelaman. Chunki erkak kishiga qachonki yordam bersangiz, siz uni kuchsiz qilasiz. Uning kuchi erkakligida va u qo'lidan hamma narsa keladi. Erkakning qo'lida, bilagida shunaqa ko'p kuchi borki, manaman degan ayol ham unga teng kela olmaydi. Lekin biz ayollar rahim qilib, erlarimizni qayerdadir qo'llab-quvvatlaymiz, rahmim keladi, qiynaldi bechora deganimizda, ana o'shanda o'zimizni ko'zimizni o'ngida shu insonni obrazini, shu insonni kuchini o'zimiz pasaytirib qo'yamizda, unga ishonmaymiz. Qo'lidan ish kelishiga, daromad topishiga, katta pulga chiqishiga ishonmaymiz. Chunki har gal bechoragina qiynalyapti, bechora qo'lidan ish kelmaydi, bechora deb haqiqatda bir bechora, zaif, qo'lidan ish kelmaydigan odamga aylantirib qo'yasizlar erkakni. Rahmim keladi deya shunga deb pul beradigan bo'lsangiz, undan ko'ra bermaganingiz yaxshi bu pulni. Chunki bunaqa vaziyatda siz shunchaki erkakni zaif qilib qo'yasiz deb hisoblayman. O'zingizni ko'zingizda, uni o'zini emas, ya'ni o'zingizni ko'zingizda shu erkakni kuchli, qo'lidan hamma narsa keladigan emas, balki zaif, bechoradek tasavvuringizda qolib ketaveradi va bunday signalni bolalaringizga ham ulashasiz. Nima keragi bor bunaqa qilish?